Bu videoni oxirigacha ko'ring, siz kutayotgan xonadonni topib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yangi xonadon, yaqinda remontdan chiqqan, bir hafta bo'lmagan. Xonadonga to'g'ri kirib kelasiz, masjidga mashinangizni qo'yasiz, to'g'rida keyin ovqatlar qilib sizni kutib oladilar. Shunaqa katta zeleniy zonasi bor, o'zini rayhonlari bor. Kech payt sug'orib, rayhon hidlaridan bahramand bo'lasiz. Burchagida bitta podvali bor, hovlida sanuzillari bor. Xonadonni qaranglar, fayzligini mana o'ng tarafimizda oshxona, bemalol ovqatlarni qilib, kattagina stol qilib, oilaviy o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin chap qo'limizda kattagina zal, aka, bemalol hamma mehmonlaringizni kutib olasiz. 24 kishilik stollar ham sig'adi bu yoqqa. Zaldan chiqqanimizdan keyin mana o'ng qo'limizda bitta detskiy xona o'zini lyustralargacha qilib qo'yishgan. Bu yoq o'ng tarafimizda bo'lsa, общий sanuzil. Sanuzillar ham remontdan chiqqan. Chap tarafga qarasak, bu yoqda o'rtada yana bitta detskiy xona tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Panoramniy oynalari bilan lyustralari ham qo'yilgan. O'ng tarafda mana, aka, o'zingizni родительский spangiz o'zini ichida sanuzillari bilan, sanuzillari ham hammasi bitgan. Menga eng yoqqan tarafi, bu yoq tarafida orqa hovlicha qoldirilgan. Kech payt bemalol ochib qo'yib, toza havodan nafas olib, maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Eng plus taraflaridan bittasi to'pli pollari qilingan, elektrikasi o'tgan, suvdan, svetdan, gazdan muammo yo'q. Koridorimiz oxirida bo'lsa, shunaqa kattagina xonamiz bor. Bu yoqda hojatda hojonalar kelsa, bemalol dam olib, nevaralarni o'ynatib ketsa bo'ladi. Bu 3 sotuvga tushgan xonadonimizning narxini $83,900 narx belgiladi. Topib qo'ydim kanaldan kelsanglar, yana kelishtirib berishadi. Bosinglar.